Kechasi 1da kelsam ham, 2da kelsam ham otamsiz yotmayman deb kutib o'tirardi. Deb aytibdi. Qanaqli qorong'u joyga borib o'tadi. Mani biriga ko'mganda ani mayt termilib qoldimda. Ani mayt menga qarab yordam so'rayapti-da. Xayolimda tikilib qoldim. Shuni tashqariga chiqsam, hamma menga boshqacha qarayapti. Odamlar nimaga kechikyapti? Nimani kechiktiryapti? Bog'larni qotili qaytara olmayman, tirim ekanimeyapti. Birinchi marta, birinchi holat. Hech bo'lmaganda bir avtomobil naridan to'xtab ko'tarib kelishardi, qabriston ichiga. Hozir narsalar yo'q ketdi. Qatta nimadir yangi ovqat chiqsa, bo'ldi, lakasi tashalgan, gruppaga tashalgan, ketdik, boramiz deydi. Shu yurib shuni ichida yurman hal ko'rmadim-da. Qiyomatli deb qo'yadi. Qiyomatli deb qo'yishadi. Bir yig'ilimizda bugun janoza bahona deydi. Voy. Bular janoza kelgan, to'y kelgan. Har bir insonni o'zini gapiradigan so'zlari bor. Lekin eshitishga arziydigan insonni men taklif qilaman suhbatimga. Bugungi suhbatdoshim 43 yoshga kirgan, dodalaridan otalaridan mana o'zlariga meros bo'lib kelayotgan go'rkovlik va rassollik kasbidan shug'ullanadilar. Jonliki bu kasbga kirib kelishingiz, masalan, oddiy odam kechasi emas, kunduzi ham shu qabristondan o'tishga cho'chiydiganlar bor-da, yuragiga baribir qo'rqadiganlar bor. Siz qo'rqmaganmisiz? Necha yosh bo'lgansiz o'zi birinchi mana shu qabr ko'rlaganingizda? Endi biz bu yerda rahmatli dadamiz shu yerda mehnat qilishgan, mehnatli singan. Shu yerda biz tug'ilib biz katta bo'lganmiz. Qo'rquv degan narsa yo'q. Necha yosh bo'lgansiz birinchi qabr ko'rlaganingizda? Birinchi qabr ko'rlashimda bu ishni boshlaganimiz 15 yosh bola bo'lganmiz. Qarashib yurardik. Lahatga tushmasdan ayvondan turib ortib yurardik. Lahatdan turib ortib yurardik. Birinchi lahatga tushganim 17 yosh bola bo'lganman. Janoza kelayotganda rahmatli adam janozadan bir tushib ko'ray, lahat tekshirib ko'ray deganlarda tushgan. Tushganlarda men ayvonda turdim. Keyin adam bellari girishga boradi. Bellari qotib qoldi. Ata nima bo'ldi desam, belim ushlab qoldi o'g'lim dedi. Keyin rahmatli adamni amallab tortib oldim lahat ichida. Jamoat kelyapti, janoza kelyapti, o'sha qabr tepasi yaqinlashib qolgan. Shunda 17 yoshar bolaman. Keyin rahmatli adam o'g'lim, men duosini o'qib turaman, o'zing mayit qo'yib chiqasan dedi. Qo'rqmaysanmi? Yo'q. O'shanda keyin lahat ichiga tushib oldim. Lahat ichiga tushganimda mayit uzatishyapti, quyosh nurini to'sib qo'yadi. Qabr tepasi hamma o'rib oladi-ku. Qorong'i bo'lib qolgan. Qop-qorong'i bo'lib, bir o'zim mayitdan qolib ketdim. Bog'larni qotili qaytara olmayman, tirim ekanimeyapti. Birinchi marta, birinchi holat. Ya'ni bu biz shuncha janozani shu yerda katta bo'lganmiz, lekin lahatni birinchi tushishi juda ta'sirli bo'lgan. Mayitni qo'yolman, yuzini qiblaga qaratib qo'yolman, duolarni o'qiymiz. Ani mayit termilib qoldim-da. Ani mayit menga qarab yordam so'rayapti-da. Xayolimda tikilib qoldim. Adam yelkamga urotli sezmayapman, shu darajada qotib qoldim. Oradan 5 minut o'tganmi, 3 minut o'tganmi bilmayman. Adam o'g'lim chiq bo'ldi. To'polon qo'yib chiqdi. Shuni tashqariga chiqsam, hamma menga boshqacha qarayapti. O'sha menga odamga yoqmayapti. Xayolimda lahat ichida yotgan mayit. Yordam so'rayapti. O'shanda adam yuzimga suv sepib keldi. Cho'chmasin. Keyin qo'yib chiqqandan keyin tashqarida turdim. O'ylanib qoldim. Bu kun baribir keladigan joyim shu degan. Men go'rkov bo'lasanmi, domla bo'lasanmi, kim bo'lsa ham baribir keladigan joyim shu ekan deganman. Keyin tushunib yetganman o'sha narsani. Shu birinchi shu bo'lgan. Dadamni duosini oldik. Dadamdan keyin mana otamni duosini oldik. Go'rkovchilik, a'zochilikni hikoyamiz, xudo xolisi. Elga xizmat qilamiz. Nima deb o'ylaysiz, mana shu qabrga tushganingizdami yoki mana shu ish jarayoningizda bundoq qarab turib, odamlar nimaga kechikyapti, nimani kechiktiryapti deb o'ylaysiz? Meni tasavvurim bo'yicha hayot shunaqa tezlashib ketdi. Oldin janoza
qo'lni ko'tarib kelardi. Yo'lni ko'tarib kelsa, yo'lovchilarga beringlar, yo'lovchilarga beringlar degan. Ozuq narsa yo'q, yo'qolib ketdi. Iloji boricha janozani qabr tepasigacha olib kelishyapti mashinalar. Rivojlanib ketdi. Qachon ko'rdingiz bir yo'l yuzida janozani qo'lma-qo'l ko'tarib kelayotgan? Men shu yerda yurib, shuni ichida yurman hali ko'rmadim-da. Hech bo'lmaganda bir avtomobil naryodan to'xtab ko'tarib kelishardi qabriston ichiga kirib. Hozir narsalar yo'q ketdi. Hozir qabriston ichiga kirib kelyapti hozir. Iloji bo'lsa masjid oldida to'xtayapti, olib kiryapti. Iloji bo'lsa 50 metr bo'lsa ham shu mashinada olib kirayapti. Nimaga desa odamlar vaqt kam. Ishga ketish kerak. Qabr tepasiga o'zinikidan boshqasi oshnoingiz ham kim deyarli ko'p. Kuzat keladi, janozadan qaytib ketadi. Qabr tepasiga kelmaydi. Andaza usti chang bo'ladi, loy bo'ladi. Odamlar shundan ham qo'shadi. Bir kun kelasan o'shadek. Ana ko'plarni ko'ramizda, do'stim san bilan qabrgacha boraman deydilar, eshitganmizda. Qabrgacha emas, qabr tepasiga kela olmaymiz. Qiyomatli deb qo'yadi. Qiyomatli deb qo'yishadi. Ko'ramiz shunaqa. Bu yerga kelgandan keyin hamma o'zi uchun javob beradi. Hozir ko'chani tilda aytganda, o'zing uchun javob berasan deydi. Shu qabrda ham sen hozir 10 yil yotibsan-da. 10 yildan keyin ustingga boshqasi tushadi. Tushadi, boshqa joy yo'q-da o'zi. Joy yo'q. Mana shu yaqinda ham bo'ldi. Kimdir shu mahallada olib keldi, siz o'zingiz qo'ydingiz-da. Odamlar turibdi, kimdir o'tiribdi, kimdir boshqa. Mana shu tepamda ikkita, uchta odamlar biznesini gaplashyapti-da. Ani pul chiqarib yubordimmi? Nima bo'lyapti? Bugun choyxonamizga kelasanmi? Yo'q, men 8 da bo'shayman. O'sha 7 ga yetib qo'ydi, 8 ga suzlaring. Deyapti, hali ko'nmadi, ulgurmadi. Hali turpoq tortgan ulgurgani yo'q-da. Og'aynisi-da o'shalarni. Taniyman. O'shalarni qarab turib, mana shu odam ham shu o'lgan, men aytam, shu og'aynisini uchun to'yiga borib xizmat qilgandir. To'g'rimi? Bir yordam kerak bo'lganda qarz berib turgandir, boshqa qilgandir-da. Shu og'aynim xafa bo'lmasin. Bu oddiy qabrga kirib hali ko'rinishga ulgurmasdan o'sha temasi boshqa temalar bo'lib ketyapti-da. Bu narsani ko'p eshitamiz. Bir ikki guvohi bo'lganman. Janoza hali qabr tepasiga kelmagan. Jamoat ko'tarib kelyapti. Shunaqa odamlar bor-da. Janozadonlikka o'tirib oladi-da. O'tir janozadan keyin nima qilibdi, cho'g'ani aytib qo'ysangchi deydi. Bir yig'ilimizda bugun janoza bahona deydi. Bular janozaga kelgan, to'yga kelgan. Jahlim chiqib ketadi. Qayerda o'tiribsan? Nimaga kelgansan? Qayerga kelayotganingni bil. Bular janozadan kelishda hali qo'yilmasdan bular o'zi choyxona tanlashyapti. Choyxonalar ham ko'p rivojlanib ketdi. Bu nima degani? O'sha qiyomat yaqin degani-da. Ovqat tanlaymiz, joy tanlaymiz. Sen janozaga keldingmi? Mayt chiroyli kuzat. Janozasida qatnash, duosini qilib kel. Yevish qochmaydi. Qatta nimadir yangi ovqat chiqsa, bo'ldi, lakasi tashalgan, gruppaga tashalgan, ketdik, boramiz deydi. Hozir ana aytishadi-ku, ko'p narsa norozi bo'lib ketadi deydi. Ko'p joylar bitta borasi yoqmaydi. Kengis chiqyapti. Shu darajada tezlashib ketdi hayot. Ish jarayoningizda eng bundoq qaraganingizda qo'rqitgan o'lim bormi? Qo'rqmayman deyishingiz mumkin, lekin baribir ichida endi bo'lishi mumkin emas-da, qanaqadir baribir sizni seskantirgan bir holat. Yuvayotganingizdami yoki bo'lmasa ko'mayotgan paytingizda baribir bo'ladi, esda qolib ketgani. Menda endi bu farzand og'a dedi. Farzand og'a dedi. Bir xonadonga bordim. Bir ota farzanddan ayrildi. Suvga tortgani bordi, keyin vaqt bo'lib qoldi. Janozani tezlashtiringlar işte. Shuna kirsam 7 yashar farzand ekan. Bitta o'g'il ekan oilada. Endi ani shunaqa bolani yuzidan nur yog'ilyapti, tabiiy go'zal. Qizlar hijolat bu bolani oldida. Shunaqa kulyapti. Ayollar xayrlashib ketdi, onasi chiqib ketdi. Aka-ukalar, amakilar qoldi. Ota yotib olgan yoniga. Okey deb. Mani o'g'lim yolg'iz yotishdan qo'rqadi.
kechasi 1da kelsam ham 2da kelsam ham otamsiz yotmayman deb kutib o'tirardi deb aytyapti-da. Qanaqli qorong'u joyga borib yotadi. Mani biriga ko'mgan deyapti. Farzandimdan o'zi hayot yo'q deyapti. O'sha yerda shunaqa yig'ladim, ta'sirlanib ketdim. O'lim yosh tanlamas ekanda, kattami, kichkinami, farzand og'ayman. O'shancha yosh bolalarga borsam ta'sirlanib ketaman. Kattalar buncha ta'sirlanmaysan. Lekin men bu go'daklarni suvga tortayotgan deb aytaman. Qarang endi ishini bitirib olgan, tugatib olgan demas ekanda. Olib ketarkan bari. Kutilmaganda keladi.